Nima uchun o'zbek ayollari paranjini tashlashdi? Paranji tashlash jarayoni sovetlar tomonidan sun'iy ravishda amalga oshiriladi. Bu narsani sovetlar hujum kampaniyasi orqali amalga oshirishadi. Hujum kampaniyasi ikkita maqsadni ko'zlagan edi. Birinchi maqsadi arzon ishchi kuchiga ega bo'lish va ikkinchi maqsadi esa o'zbeklarning milliy an'analari va qadriyatlarga zarba berish edi. Bu jarayonni ular manipulyatsiya orqali amalga oshirishadi. Ya'ni xotin-qizlarga ozodlik va'da qilinadi. Lekin esa bu ozodlik esa ketmon chopishiga sabab bo'ldi. Hujum kampaniyasi 1927-yilning 8-mart kuni e'lon qilinadi va bu jarayonda minglab xotin-qizlarimiz paranjini tashlashadi. Bu jarayondan so'ng esa xotin-qizlarimiz nozik xilqat bo'lishiga qaramasdan gektar chopishadi, ketmon chopishadi. Keyinchalik esa traktorchilik kurslariga qabul qilinadi. Bu narsani biz O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasidagi asarida ko'rishimiz mumkin. Bu asarni o'qiganlar bu narsani juda yaxshi tushunishadi. Sovetlarning siyosati tufayli ko'plab o'zbek xotin-qizlari erlari tomonidan o'ldirildi. Tariximizning bu sahifalarini varaqlar ekanman, mening yodimga Dadaxon Hasanovning qo'shiqlari keladi. Bo'ldingiz isyonchi ayollar, oxir oqibat qismati ketmonchi ayollar.